qisqasi o'rtoqlar ham 50 gradusgacha bo'lgan issiqda ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari qattiq yomg'irlarda ham bemalol bir kishilik bo'lgan soyabonlarimiz yetib keldi. Bu degani ham yomg'irga, ham quyoshga bemalol xizmat qiladigan soyabonlarimizni do'konimizga tashrif buyurdi. O'rtoqlar, bitta ko'ringlar, ranglarni kombinatsiyasi ham ideal ishlashgan. Ustini rangi boshqacha bo'ladi, ichini rangi boshqacha bo'ladi. To'g'risi, meni bu narsa hayron qoldirmadi. Bu narsa oldin ham bor, lekin meni eng hayron qoldirgan narsa buni ruchkalar qo'shish mumkin. Juda ham ideallik ishlangan, spitsalargacha rangini borib, kombinatsiyasini birga-bir olib kelib berishgan. Hatto juda ham zo'r, ideallik varianti. Bitta ko'rish mumkin. Qarang, buni голубойga розовый kombinatsiyaligi bor. Rozовый ham прямо грязный rozовый ishlangan. Unaqa ja нежный rozовый emas. Любой kiyimlarga подбирать qilib turib, soyabonni ham ishlatsanglar bo'ladi. И mentolga bejur rasotkasi. Buni ham ko'rsam, ranglari приятный, ko'zingizni charchatmaydi. Urushdan qolmaydigan modellardan bittasi. И ustiga молочный rang ishlatib turib, ichiga mentol ishlatilgan variantlari ham bor. Aytganimdek, ruchkalarga o'zingiz bitta ahamiyat berasiz. Juda ham did bilan ishlangan, sifatlari juda ham zo'r. Undan tashqari, agarda нежный svet bo'lsa, fotosessiyalar uchun xizmat qilsin desangiz, нежный rozовый bilan ichiga fioletoviy rang ishlatilgan variantlari ham bor. O'rtoqlar, nima qilishni bilasizlar? Telegram kanaliga shuni o'tib olsanglar, har bittasini rasmlarni videolarga tashlab qo'yganmiz. Dastavka ham butun O'zbekiston bo'ylab ishlaydi. Manzilimiz Janubiy vokzalning ro'parasi Vega Center 2-qavat joylashgan.